Salam ekran aldidagi qadrli ko'ruvchilar. Tarım davası programımız arqılıq sizlardan yana əsra bolğanlığımdan tolumu xursandman. Men proqram riyasətçisi Mayra. Ko'rayotganlar Şinjan Könək Fen Texnik Çeklik şirkəti Körgü media işxanası tarqatqan Şinjan Saray Yemək İçmək Mülazimət Çeklik şirkəti tajdarlığıdagi Tarım davası programımızı. Biz programımızın bu alayda sanığa kiçik dostumuz Mustafa və onun dadısı Fərxun təklif qıldıq. Programımız xoş gəlibsizlər. Undaq bolsa programımızı başlaşdan burun ekran aldidagi dostlarga salomlarni yo'llab betamsizlar. Yaxşımısınızlar ekran aldidagi ko'rganlar. Men Farruxdan sizlarga o'ttiq salam. Yaxşımısınızlar ekran aldidagi ko'rganlar. Men Mustafa'dan sizlarga o'ttiq salam. Programımızı ayet yaxşı başlab olduq. Mustafa, sizdan bir savol so'rab baqsam, sizningki shu san'atga qiziqib qolishingizda dadangizniki yoki atrofingizga do'stlaringizniki biror turtkisi bo'lganmi yoki o'zingiz o'zligingizdan shu naqsh musiqaga qiziqib qolganmi? Shu haqida bir parangiz baqamdiq. Men shu telefonlardan naqsha musiqani anglab shunga musiqaga qiziqib qoldim. Siz naqsh musiqa alayda qiziqishingiz bor ekanda, anglashingizmi yaxshi-ka? Ha. Unda bo'lsa Farruq, siz shu Mustafaninki shu naqsh musiqa bo'lgan qiziqishni qachondan boshlab bayqagandingiz? Men bu qiziqishni shu 4 yosh vaqtidan boshlab bayqab, shuning bilan shu cho'ng kichik faoliyatlarga shu Charles Chaplindan boshladim, dastlabda boshlagan chog'da. Naqsh aytishdan emas, dastlabda boshlagan chog'da shu o'zimning kasb usuli bo'lganligi uchun shu o'zimning kasbi bo'yicha usulga tushishga boshlab, shu jihatda shu Charles Chaplin obraz bilan Sirdoshlar klubi, Joyxonashda programmalarga chiqib baqqan, lekin xili ta'sirlari yaxshi bo'ldi. Keyin orliqda lekin naqsh o'qish olayligini bayqadim. Shuningdek keyin ijodiyatlarni, to'xtama ijodiyatlarni ishlatib keldik. Asli Mustafaninki shunday cho'ng kichik sahnalarda dadil o'tirg'i chiqib o'zininki ortiqchiligini namoyon qilishda sizning nihoyat cho'ng rolingiz bor ekan. Undaq bo'lsa Mustafa, dadangizni yaxshi ko'ramsiz? Dadamni yaxshi ko'raman. Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Bek yaxshi ko'raman. Masalan, dadangizni qaysi jihatlardan qo'llaydi? Dadam shuni cho'ng sahnalarga chiqib, dadam nega bo'lsa, mana shu yerga bormay qo'l tutib, anamga uyda usulnash qilgandi. Dadam menga usulnash o'rgatgandi. Siz naqsh aytasiz, dadangiz usulni sizga o'rgatdi, shunami? Yana-chi? Anamga tang birlashib, sahnada shu usulni naqsh qilib. Siz naqshni eson usulni dadangiz ishlab berganda, unda bo'lsa shu dadangizniki sizga bekrak ta'sir qilgan, sizni ta'sirlantirgan bir ishlar bormi? Bor. So'zlab bering. Men naqshni yaxshi o'qisam, sahnada meni bog'chaga kirib unutdi. Sizlar bir qatam sahnadan tushib, yaxshi natijaga erishganda dadangiz sizni bog'chalarga olib borib, sirtlarni aylantirib sizni mukofotlaydigan shunami? Jiqchiq narsalarni epirib, yeydigan narsani. Unda bo'lsa dadangiz bilan ishkanlar do'stlik o'tayotgansizlar? Yaxshi o'tdimiz. Unda Mustafa, siz bir ishni xato qilib qo'ysangiz yoki xatolik o'tkazib qo'ysangiz dadangiz sizni uramdi, urmamdi? Olmaydi, chiroylik gapirdi. Nima deydi masalan? Unda ishni qilma bo'lam. Buningga xatolik o'tkazma bo'lmaydi demdi. Bunda ishni qilsang bo'lmaydi endi. Buni degan qilma deydi. Dadangizning gapini anglamsiz, anglamsiz? Anglayman. Farruq, Mustafa garchi kichik bo'lsa-mu, xili jiq cho'ng kichik sahnalarda o'zining nomerlarini o'rindab, shu ko'ruvchilarimizdanki yoqtirib anglashiga, yaxshi bahosiga erishib kelibdi. Shu jarayonda balkim nurg'ulg'an qiyinchiliklarga, boshqa qiyinchiliklarga duch keldingiz deb o'ylayman. O'sha haqida so'zlab beramsiz? Men shu Mustafaga hem ana hem dada bulup barliq tirishchanligimni chiqarib mushunchalik holatga akeldim deb o'ylayman endi. Mayli bu san'at jihati bo'lsin, mayli maktablardagi ish faoliyatlari bo'lsin, izchil shu men bayinda. Shu Mustafani doimo shu faoliyatlarga chiqish jarayonida kiyim-kechaklarni ratlik qilish uchun nurg'un jihatlarda qiynalmayapti. Bir erkishga nisbatan ba'zi yetersizliklar bo'ldiki, biz o'zimizning xohishimizcha kiyim-kechaklarni ratlab qilib qo'ydik ekanmiz. G'oy vaqtlarda atrofli qilamiz deb atrofli bo'lmay qoldigan ahvollarni yuz berib qoldik. Sahnaga chiqish uchun chuqur ekranda nurg'ulg'an odam ko'rdi. Har bir inchik nuqtalarga chuqur tafsiliy diqqat qilmasak bo'lmaydi, shunaqa. To'g'ri. Bir erkishga nisbatan rosa haqiqatan tas to'xtab qoldik ba'zi. Shu ota-onasi yendi bor turibmi ba'zida, masalan, bolalarni maktabga olib borib akilish masalasi deymiz, hozir tomoq masalasimi, ota-onasi yendi bor bolalarga nisbatan bir hozir ig'ir boshqa tinchlik masala bo'lib qoldi. Mustafa mushuncha siz cho'ng kichik sahnalarda nurg'un naqshlarni aytib, ekran oldidagi qo'llovchilarimizning, ko'ruvchilarimizning yaxshi bahosiga erishib keldingiz. Bugungi bo'lsa programmamizga quruq kelmadingiz albatta. Bugun qaysi naqshni aytib bermoqchi? Men Aqto'shqani aytay.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, undaq bo'lsa biz hozir Mustafa Farruxninki Aqto'shqan nomli naqsdan tang bahrilanaylik. Kulakları kamlaşkan, etrafıda dostlarım, heves kılıp karışkan. Taklap barmaydı, yiraklarga barmaydı, uçup bezim şatlayıp, köplerimni ağlaydı. Taklap barmaydı, yiraklarga barmaydı, uçup bezim şatlayıp, köplerimni ağlaydı. Aqto'shqanim, Aqto'shqan, voy, Aqto'shqanim, Aqto'shqan. Aqto'shqan, manga amliq Aqto'shqan. Xitoy desam erkilar, qaydalab qo'shqan. Aqto'shqanim, Aqto'shqan, tutqunlari almashqan, ko'zi qizil yulduzdek, quloqlari yarashqan. Aqto'shqanim, Aqto'shqan, tutqunlari almashqan, ko'zi qizil yulduzdek, quloqlari yarashqan. Aqto'shqanim, Aqto'shqan, voy, Aqto'shqanim, Aqto'shqan. Hareketleri pek çakar, oyladı ki senlerini, duydurmaz diye kaşkar. Tüvrük sirkleydi, göz aldımın ketmeydi, kollap siklep oynaşka, toşkının gayetmeydi. Tüvrük sirkleydi, göz aldımın ketmeydi, kollap siklep oynaşka, toşkının gayetmeydi. Aqto'shqanim, Aqto'shqan, voy, Aqto'shqanim, Aqto'shqan. Aqto'shqanim, Aqto'shqan, voy, Aqto'shqanim, Aqto'shqan. Mustafa, bizga naytimiz sho'x bo'lgan, nayti yaqinliq naqshingizni olib kelibsiz. To'liq huzurlandik, rahmat sizga. Bugungi suhbatimiz nayt ko'ngilli, xushal quramliq ichida davomlashdi. Siz shu har jihatdan, mayli o'rganish jihatdan bo'lsin, mayli san'atdan jihatdan bo'lsin, har jihatdan atrofli hidlibsiz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Shinjang Ko'nak fan texnik shirkati Ko'rgu media ishxonasi tarqatgan Shinjang Saray yemak-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdorligidagi Tarim navosi programmamizning bu alohida soni o'sha yerda oxirlashdi. Kelarki sondagi programmamiz texmo sarxil, texmo rangdor. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.